operatsiya bilan tug'asizmi deb yozgan ekan bittasi. O'zi mana yurib ketdi. Dimbaq. Xayrli kech, qizlarjonlar, qalaysizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Biz hozir mana ovqatlarni bo'ldik. Sanjar akam ketdi ishga. Sen dedin. Kimga aytding shunday dedi? Dadaga. Nima deding? Xayr, omad, ko'rishguncha dedingmi? Nurbek ayasini hamma gapini aytadi. Xayr deydi. Yaxshi bo'ling. Ko'rishguncha deydi. Omad deydi. Anoga ketdi o'qishga, darsga ketdi. Qizlarjonlar. Mama. Xo'p. Maktabga maktabga. Xo'p, boshqasiga qo'yamiz. Multik ko'ryapti Nurbek. Hozir aytlarni yig'ishtiraman deb o'tirdim. Ozgina o'tiray dedim, ovqat yemaganga qattiq berib o'tirdim Nurbekka. Ha Nurbek? Ah. Mayli o'zi. Bunday maydalab tashlamaydi. Yaxshi odat emas u. Yaxshi odat. Qizlarjonlar, boya birinchi homiladorligimda diastaz bo'lganda qornimda. Ko'pchilik bilsa kerak, diastaz. Anovi. Boya qorinda press bo'ladi-ku, presslar bir-biriga yopishib turgan bo'ladi, presslar. O'sha meni qornim juda ham katta bo'lganidan, birinchi homiladorligimda katta bo'lganidan ochilib ketganda diastaz bo'lib, o'sha homiladorlikda juda ko'p odamda diastaz paydo bo'ladi. U diastazlar boya har xil anovda bo'ladi, razmerda bo'ladi. Meniki juda katta diastaz. Men shuncha diastazda, men shunday ochiqda qornimda ichida. Men shunday ochiqda. U men aniq bilaman-da. O'shanga bo'lsa kerak balki. Uni faqat mashqlar bilan qaytarsa bo'ladi. Agar juda ham katta diastaz bo'lsa, boya mashqlar yordam bermaydi, operatsiya qilish kerak deb eshitganman. Balki diastaz bo'lganigami, qandaydir oldin birinchi homiladorligimda ko'p narsa sezmasdim, qornimda nimalar bo'layotganini. Hozir bolani qanday qimirlaganlari, hammasi aniq tiniq sezib turaman-da hozir. Oldin Nurbekda unaqa sezmasdim. Nurbek ham o'zi ham hozir ham xarakteri og'ir bosiq-ku, bu yoqqa Nurbek. Juda ham og'ir bosiq-ku, o'zi qornimda ham shunday bo'lgan. Hozir endi bu homilam sho'x bo'lsa kerak, endi rosa 5 oy bo'lmaganidan qimirlashni boshlagan o'zi. 18 haftaligidan, 17-18 haftaligidan qimirlashni boshlagan. Hozir 7 oylikka o'tganmiz qizlarjonlar. Qochib tur. 7 oylik o'tganmiz. Qornim katta bunisida ham, qornim katta. O'sha hamma narsani bilib turaman-da, qornimda qanday qimirlayapti, qayeri, nima, oyog'imni, qo'limni, hammasini bilib turaman-da hozir. Вообще, ana sinib qoladi o'g'lim, unday qilma, o'g'lim. Otib olma o'yinchog'ingni. Qara, nollan bosyapsan yerdan bolam. Nollan ter. Tez qara, nollan yig'ib anaqa otding-ku yerga. Hammasini terda xontaxtaga qo'y. Yig'ishtiramiz keyin kelamiz. Shunaqa narsalarni sezyapman-da o'sha. Ko'p qimirlaydi. Kechasi ham qimirlayveradi, ertalab uyg'onsam ham qimirlayveradi. O'sa anaqa qiladi. Qo'rqaman keyin, yaxshimikan deb qo'rqaman. Och qolib ketyaptimi, bechora bolam deyman. Bo'yimiz. Nima bo'yimiz bolajon? Chalam. Xo'p, bolam. Xo'p, hozir boraman. Shunaqa narsalar bo'lyapti-da hayotimda. Eson-omon tug'ib olay, kim homilador bo'lsa hammasi eson-omon
tug'ib olsin. Keyin operatsiya bilan tug'asizmi deb yozgan ekan bittasi. Aniq bilmayman to'g'risi, lekin bu homilamda ham juda qorningiz katta degandi boya. 22 haftaligida bu poliklinikaga borganimda qorningiz 22 haftaga umuman to'g'ri kelmaydi, katta qorningiz degandi-da. Bilmayman endi Sanjar akam tomonga o'xshaganmi, balki katta. O'zim kichkinaman-da. O'zim jussam kichkina bo'lgani uchun tushunishingiz uchun 1.57 bo'yim. 1.57 bo'yim, 50 ves bilan yuraman o'zi. 48 ves bilan yuraman men o'zi обычный. Odatda homilador bo'lmaganimda 50 yurmayman-da o'zi. 48, 49 shunaqa yuraman, 50 shunaqa yuraman. O'zim jussam kichkina bo'lgani uchun homilam o'zim jussamga to'g'ri kelmaydi-da, katta. Bo'yim past, misol uchun Nurbekda ham qornim katta edi, bunisida ham katta hozir. Katta deydi-da. Misol uchun bo'yi uzunlarda bilinmaydi-ku, qorinchasi kichkina bo'lar, lekin 4 kilo tug'adi. 4 kilo bola haqiqat sig'di ekan deb odam o'ylaydi, lekin bo'yi uzun bo'ladi, gavdasi bo'ladi. Bunaqasiga ham, bo'yiga ham. Amanda bo'yim pastligi uchun qornim dup etib bilinib qoladi sirasi. Ish qilib shu qizijonlar, birinchisi operatsiya bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi ham ko'pda operatsiya qilmasdan o'zi tug'sa ham bo'lar ekan. Chunki bitta tanishim bor, 3 marta operatsiya bo'lgan. Endi homila olinmagan 3 marta. Endi boya 3 marta operatsiya bo'lganda, lekin matkadan. O'shanga vrach aytgan ekan, endi o'zingiz tug'sangiz bo'ladi, agar xohlasangiz, o'zingiz tabiiy yo'l bilan tug'sangiz bo'ladi. Agar iloji bo'lsa deb aytgan ekan. Demak, iloji bor-da, operatsiyadan keyin ham o'zi tug'ishda iloji bor. Lekin men bitta videoda ko'rdim, bitta vrach aytgan, zo'r tushuntirgan. O'sha agar 2 marta keserva bilan tug'ilgan bo'lsa, 2 marta o'sha tikilgan joyda yana tikiladi-ku, keyin yana homilador bo'lgandan keyin o'sha yana dard bo'layotganda bachadon qisqarib kengayadi-ku, o'sha payti boya tikish joyi ochilib ketishi mumkin ekanda, yirtilib ketishi mumkin ekanda, chunki boya choklar boya naqa bo'lib cho'zilavergandan o'shanda yirtilib ketishi mumkin. Juda ham xavfli ekan bu. O'shaning uchun o'zi odam xohishi bilan keserva yo'lni tanlash kerak deb aytganda, вообще zo'r tushuntirib qo'ygan. Men ham keyin aniq tushundim. Undan oldin boya operatsiya bilan tug'ilgan bo'lsa, keyingilari ham operatsiya bilan tug'adi, chunki o'sha boya homilador bo'lganda, agar tug'ayotganda yorilib ketish mumkin matka deb eshitgandim undan oldin. Bu videoda o'sha men aniq tiniq tushundimda nima bo'lishini. Deb o'ylab qoldim. Endi menda bir marta keserva bo'lgan, lekin men o'zim tug'aman degan fikrda emasman. Chunki bilmayman aniqini. Ko'ramiz o'sha payt. Odam o'zi xohlagan gapini gapiraverar ekanda, baribir hayot ko'rsatar ekan uni. O'sha paytda oxirgi haftalarda uziga boraman, bolani vesini tekshirtiraman. Hozir topib beraman bolam. Uchi yo'q bo'lsa, uchi borlaridan top, bo'ldim ko'p-ku. Uchi borlaridan top bolam. Vesini tekshirtiraman. O'sha shunaqa tomonlarini tekshirtirib, keyin vrach bilan maslahatlashaman-da tug'ruqdan oldin. Chunki men o'zim tug'aman deb rosa janjal qilganman-da Nurbekda. Keyin o'sha tug'ishdan oldin barib o'zi-puzilar qilganda bolani anaqa boshini diametri 90 degandi-da. 90 yo'q tug'a olmaydi, tug'sa ham bola dimiqib, xavf ostida qolib ketadi hayoti deganda, meni chanog'im kichkina degan. Lekin boya bachadon yo'li turbalar ochilishi zo'r degan.
zo'r ochildi degan. Chunki men oxirgacha kutganman-da, o'zim tug'aman, oxirgacha kutganman. Boya men anoni bachadan yo'li ochilishini oxirgacha kutganman. Oxirgacha ochilgan, lekin baribir bola kattalik qilganda unga. O'shanga bilmayman anig'i, balki o'zim tug'ib qolarman, xudo xohlasa, balki keserva bo'lar. Ishqib xudo oq yo'l bersin, eson-omon tug'ib olay. Ikkita bolamga o'zim bosh qosh bo'lay iloyim. Shu odam nima o'ylaydi? Shu narsalarni o'ylar ekanda baribir. Ishqib shunaqa narsalar bo'layapti hozir menda. O'z videolayotganimda shuni aytmoqchi edim mana uni. Nima? Qornimda nimalar bo'layotgan o'zi sezib o'tiribman-da men. Sezib o'tiribman. Bir nimalar qiladi, sezaman-da. Baribir qorinni formasi buzilib ketdi birinchi homiladorlikda deymanda, o'shanga birinchisida o'sha hamma narsa qiz bola bo'lganman, hamma narsamda yopiq bo'lgan, qornilarim tug'maganman. Buzilmagan bo'lganda qornilarim, bunisida o'sha buzilib bo'lgan qornilarim, formalari o'sha shunga o'sha bilyapman qornimda nimalar kechyapti, Nurbek. Nimalar kechayotgan bilib turibman-da. Shunaqa baribir hamma homiladorlik har xil bo'lar ekan, hamma tug'ruq har xil bo'ladi deb eshitganman. Keyin bittasi birov birinchi tug'ishida oson tug'gan bo'lsa, keyingisi qiyin tug'ib qolishi mumkin ekan. Birinchisida qiyin tug'ib qolgan bo'lsa, keyingisida oson tug'ishi mumkin ekan. Baribir odam hech narsani bilmas ekan. Odam bir narsani, hamma narsani bilaversa ham hayot qiziq bo'lmas ekanda. Chunki baribir bilgan narsasi tushmas ekan odam hayotiga. Chunki bu baribir hayot. Bilsang qiziq emas, bilmasang qiziq. Ishqib shunaqa qizlarjonlar. O'rningizdan turing bor. O'rningizdan turing. O'rningizdan turing. Maqsadni ayt endi. Nima xohlayapsan dadadan? Maqsadni ayt. Nima xohlayapsan? Nima qilsin dada? Chap qilamiz. Qilamiz. Bo'ldingmi sen? Bo'ldi. Mamang nima bo'ldingmi? Mamang emas. Mamang emas. Nima? Bo'ldimi? Bo'ldi. Yaxshi. Chap qilamiz. Chaqib qilamiz, tayyormisan? Unda qilamiz. 10 qilamiz, 11 bo'ldi soat. 11 bo'ldi soat. Buni olib qo'yaymi, ichmaysanmi? Xo'p. Chap qilamiz. Nurbekka anaqa tayyorlab beraman. Sirli non. Shunaqa yeyishdi. Yaxshi ko'rib qo'ygan. Nonini yemaydi, sirini yeydi. Sir kesdim, yaxshi eriydigan sirdan bu. Yaxshi erish kerak sir. Mana. Shunaqa mikrovolnovkaga 30 sekundga qo'yaman, erib ketadi. Keyin shuni yeb tashlaydi Nurbek. 30 sekundga. Mana. Boryapman bolam. Shuni beraman, yeb qo'yadi maza qilib. Endi biz sizlar bilan xo'sh, mana yuvdim buni. Endi bunga ziravorlar so'raman. Bo'ya pishirishga-da, kechga pishiraman buni. Kechga pishiraman. Kartoshka ikkalasini qovuraman-da. Tuz soldim, qora murch. Endi uyda bor, uni ziravorlarni ishlataman-da. Borini. Qizil paprika. Xo'sh. Zira solsam ekan. Zira. Menga zakon yo'q, hamma narsa solaveraman xohlasam. Universalniy priprava bor. Bu hamma narsa bor ichida. Qizil paprika ham bor, kunj anovi bor. Nima?
Bir bola urug'i bor-ku. Kashnich urug'i bor, ishqilib hamma narsa bor ichida. Chesnok so'sa bo'ladi bunga. Chesnok yo'q-da. Chesnok bor, erinakdan solish kerak. Mana. Soya so'raman ozgina. Ozgina mayonez yoki qatiq solaman. Qatiq bo'lmasa, mayonez bo'lmasa qatiq solaman. Ishqilib nima topsam solaman. Aralashtiramiz. Yaxshilab. Ertasi kuni nima farqi yo'q, qachon pishirsa ham. Nima qilib qo'ysa shirin bo'ladi, sabr bo'ladi. Mazali bo'ladi. O'zini qovursa va shirin bo'lmaydi. Tovuqda sassiq bo'ladi. Ve xolodilnikka solib qo'yamizda, kechga ovqatga pishirib yuboramiz. Sanjar akam kelishiga. Ketiga. Xolodilnikka solib qo'yamiz endi. Xo'sh, bitta kotlet qilib qo'ymoqchiman. Mana unda. Muzlatkichgadan olib pishirib berishgan Nurbekka. Mana Nurbekka. Bitta suyakchasi bor ekan. Piyoz. Soldim piyoz, chesnok, tovuq, zelen soldim. Bo'ldi. Tuxum ham shuni ichiga sovursam bo'ladi. Bitta tuxum. Tuxum hamma narsani soldim ichiga. Bo'ldi. Ziravorli sovaray bunga. Tuz. Qora murch. Qizil murch. Ozgina manni kruppa solaman. Ana u yo'qligi uchun. Un qolmagan. Un solsa bo'ladi. Manni kruppa ham solsa bo'ladi. Formani ushlash uchun-da bu. Kichkinaroq yaxshi-da.
Qizlarjonlar, boya kotlet chaqirdi. Pishiribman-da, sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Ko'rsatish niyatim bor edi. Ko'rsatmoqman-da. Tayyor bo'ldi kotletlar. Pishirib berdim Nurbekka ikkita. O'zim oldida o'tirmadim. Keyin birpasdan keyin borsam, yo'q, kotlet boya tarelkada. Keyin o'yladim, yoqibdi deb o'yladim. O'zim yeb ko'rmadim-da, qizlarjonlar. Shuning uchun hozir yana pishirmoqchiman. Boya bitta anaqa qoldi, bitta file qoldi. Uni keyin qilaman deb qo'ydim. Hozir endi bitta pishirib ko'ray. Yana pishirib ko'ray. Hozir yana pishirib ko'ray. O'zim yeb ko'raman-da endi bunisida. Najon. Ovozini chiqaring. Mana Nurbek video ko'rib turadi, ovozini yopib qo'ydim. Ovozini chiqaring deydi. Mana, nega muzlatib qo'yaman, boya tayyor ovqat bo'lmaydi-da, har doim uyda Nurbek hamma narsani yeyolmaydi-da, o'shaning uchun buni pishirdim. Tayyorladim. Oldin ham tayyorlaganman. Har xil qilib. Bitta bolgarskiy qo'shgan, bolgarskiy so'si вообще dahshat bo'ladi. Mazza bo'ladi. Ikkita pishirib bersam, qorni to'yadi-da Nurbekka. O'shanga qanaqa qildim? Tayyor qilib qo'ydim. Ovozini chiqaraymi? Voy. Bobby. Otma, sim qoladi. Bobby. Endi zap. Burnimga tegdi. Burningga tegdimi? Aja. Burningizda mendiki. Qanday qiling? Mendiki. Ay, yomon tegdi. YouTube. Yugurib ketyaptimi? Sen hayır. Yavaş ayağıyla YouTube çıktı. Yavaş at boyuttı. Ayağı boyuttı. Çatta boyuttı. Uçuşta bir uçuşta doydu. Bir may tuy. April, may, to'g'ri. Papi. Bak. Yo bas ahorita. Matisa. YouTube çıktı. Yo bas YouTube çıktı. Bas bizi. Kameranın öndeki Qanday qilay? burun. Buray.
Bo'ling. O'zing ko'rinsinmi? O'zingni ko'rmoqchimisan? O'zimni bilsiz. O'zimni de. O'zimni Ko'rmoqchiman de. ko'rmoqchiman. Xo'p. O'zingni yaxshi ko'rasanmi? O'zimda yaz. Muncha chiroyli. Yo'lbarsda jo'bi. Qo'lingda yo'lbars. Videokolleksiyani bilan yo'lbarsda. O'zi mana yurib ketdi. Abi. Nima? Buni abi. U olinmaydi, sinib qoladi. O'sha kamerada yopishib turadi ekrani. Ezi pis kirasi. Bunga pis. Dedi. Dökma tushib ketadi shokka ya. Abi. Day dam. Abi. Yo'q, Abi. yo'q, Abi. yo'q, Abi. yo'q. Abi. Gashokka tushib ketadi. Nima tushunmaysan? Ha? Ezi day dam. Duri duri dam dam duri duri dam. Duri duri dam. Nemi çal. Duri duri. Cuy doydu. Çıldı. Abi. Abi. Yo'q, Abi. yo'q, Abi. yo'q, Abi. yo'q, Abi. yo'q. Abi. Yo'q dedim. Abi. Yo'q dedim. Abi. Yo'q. Abi. Sen İstanbul'da çiğip olasın. Otur. Dön bak. Neden? Otur. Kesin abi. Ha. Vo, zırtırgızdın. Zırtırgızdın. Zırtırgızırsan. Qoyil senga. Otur. Yakaladı. Otur. Otur. Çıktı. Durdu. Çiçeği. Ziz. Zaten. Voy, xudo. Sen shunaqa qilganmi? Sen shunday qilganmi? Diz. Sen diz çırdı. Qiyirdingmi? Bunu çırdı. Ushatdingmi qo'ldami jiz? Diz uzun çırdı. Voy. Og'ridimi? Ağırdı. Nima bo'ldi keyin? Yağdı. Yig'lading? Nima deb yig'lading? Nima deb yig'lading bolam? Menga qayda? Ana. Mana. Çorum düzeldi. Voy, nana. Tuzaldimi qo'ling? Молодец. Çoy düzeldi. Muncha mashinang zo'r haydaladi. Kim olib bergan, ha? Dede bir. Ana. Oy olib bergan-ku.
Qara, shotkangda hamma joyga tekkizorba. Shotkangda tish yuvamiz-ku. Chiroyli tishlaringni yuvamiz, Nurbek. Shotkang hamma joyga tekkizorma dedim, Nurbek. Zo'r haydaladigan mashinalaring bor-ku. Eng kichkinalarni tanlab kelibsan. Zo'r haydaladigan mashinalaring qani buni? Rosa ko'p-ku mashinalaring. Oy, mama, canım. Nurbek sip qo'yibsan. Jonajon. Eng kichkinalar bir joyda turganmi deyman ham mashinalaringni. Eng kichkina mashinani tanlab topib kelyapsan, masalan. Aynan. Hammasini shunday yig'ibsanmi? Yonma-yon qilib yig'ibsanmi? Qara mashinlarni anaqa to'xtatganda orasida joy qolish kerak. Orasida joy qolish kerak. Bunday mashina eshigi ochiladigan joy qolish kerak, tushundingmi? Xalaqit beradi bo'lmasa. Odamlar qanday minib oladi mashinga? Mana joy qolsin, to'xtatyapsanmi? Joy qolsin o'rtasida. O'rtasida masofa qolsin, xo'pmi Nurbek? Mashina eshigini bunday ochadi chunki. Xalaqit bermasligi kerak bir-biriga mashin. Tushundingmi? Mana shuncha joy bo'lish kerak. Yopishtirib to'xtatma mashinlarni bir-biriga, xo'p? Hop. Okay.